GS8 avtomobiliga Euro 4 Plus propan gazon uskunalar o'rnatib berildi. Bu avtomobilimizni dvigateli mana ko'rib turganingizda GDI hisoblanadi, ya'ni injektor Porsche'ning ustida turadi. Shuni hisobiga 4 Plus bo'ladi va benzin aralashtirib yoqadi. Boshqaruv blogimiz Yevropa gazdan injektor 48 ga 4 Dakota IG7 eng zo'r injektorimiz hisoblanadi. Tamaseti Acceler reduktorimiz o'rnatib berilgan. Zaxira g'ildirak qismi joyiga 54 tali ballonni joylashtirib berdik. Chiroyli tarzda eng muhim o'rnatilgan uskunalarga kafolat ham beriladi. Mana ballon joylashuvini ko'rishingiz mumkin. Umuman bilinmaydi va yukxona qismida ham ortiqcha joy bor. Xuddi shunaqa gazbon uskunalarni siz kafolatli tarzda Amerika servisdan o'rnatishingiz mumkin. Xohlasangiz 3 oydan 12 oygacha bo'lib to'lash imkoniyati ham mavjud. Manzilimiz Navoiy shahar, Sadriddin Ayniy ko'chasi mo'ljal, Nurbuloq bozorining yonginasida joylashgan. Batafsil ma'lumot uchun pastdagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Amerika servis.